Aha, bo'laveradi o'sha variant aka. Moshni. Bu hozir. Hop, assalomu alaykum. Ha, ishxonadaman, kino olyapman. Solosolda premyerasini. Bo'ldi aka, kelavering. Xo'p, bo'ldi. Nimaga qo'ydi qo'ltiqlari tayyormisizlar? Kamerasi tayyormisiz? Ketdi bo'lsam, action. Juda ham go'zalsiz, Yulam. Bu go'zallikka faqatgina bir narsa yetmayapti. Voy malades, otni qatig'i yetmayapti. Bering endi ataganingizni. Keling, Chiroyli. o'zim taqib qo'yaman. Malades, soma jentelmen bo'lib keting, aylanib keting. Maqsad boshqami? Temirni berib opani tapillatish. Voy malades. Ochilib ketdingiz. Rahmat. Bo'lsa. Ovrasi bor. Unda sovg'a berish navbati endi. Voy aylanib keting, sovg'a bersiz-da, siz. Oma vaqtimiz kam. Tezda sovg'angizni bering. Chop qo'ysiz ham bo'laverardi mikrofonda, aylanib keting. Moshni onasini yemsin. Endi qiziqarli bo'lish uchun erizga xiyonat qilyapsiz. Afsus bo'lsin. Nimaga xiyonat bo'ladi? Voyda, nimaga mana qildi? Ichcha azart bering, xo'pmi? Davay. Shu ishni bekor qildim-da. Sanjar akam bilan sevishib turmush qurgan bo'lsak. Men fohishaman. Ha, bo'ldi, siqilishingizdan to'g'ri nima? Aylanib ketdi. O'zi chirigan somsangiz bo'lsa, menga qarang. Bonusiga tilla berib solyapti. Biladi, nima qilsin? Sanjar akam yuziga qanday qarayman endi? Ha, qana qarardingiz? Aylanib ketdi. Akani shepiga qana qaragan bo'lsangiz, o'shani qarashdi. Nima xijolat bo'lyapti? Cholishga chop qo'yib. Chiroyliligini buni. Sanjar akam hayotda bunaqasini olib bera olmasdi. Ha, sizdaqa somsasi yo'qda, aylanib ketdi. Ha, nima qilsin bechora? Ko'tni bersinmi? Biladi. Agar ko'rsatmasam, hech kim bu ishni bilmaydi. Biladi, qanday bilamiz? Aylanib ketdi. Akadan tillani olib solishganingizni hammamiz bilib turibmiz.